Onangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi. Paket qilib yangi deb aldab sotishmaydi, Yo'q, to'g'rimi? yo'q. Sug'urta bo'yicha ko'z bo'yamachilik bu. Lekin meni ham gapimga 100% ishonib qolishmasin, to'g'ri. Xotin rozi bo'lmasa agar boyagi avtomobilingizni sotib, yarim pulini unga berishingiz kerak. Assalomu alaykum. STV YouTube kanalimizda yangi podkast loyihasi. Loyihamizning ilk mehmoni avtobloger, originali 3ta7 loyihasining asoschisi Umid Zayniyev. Bugun ushbu mehmonimiz bilan avtobozordagi yangiliklar, dolzarb mavzular va muhim savollarga javob olamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Umid Zayniyev, originali 3ta7 profili asoschisiman. Bizning asosiy faoliyatimizning maqsadi avtomobil oldi sottisini osonlashtirish uchun xalqqa bozorga borib issiq yoki sovuq havoda sarson bo'lib yurmasliklari uchun shu profilni ochganmiz. Asosiy maqsadimiz oldi sotdini osonlashtirish, maksimal darajada avtomobillar, yaxshi avtomobillar olishlari uchun odamlarning harakatimiz shundan iborat. Biz yilni boshida faoliyatimizni boshlaganimizga qaramasdan qisqa fursat ichida 112 ming obunachiga erishdik. Bu nima desam bo'ladi? Juda ham yaxshi natija deb o'ylayman. Albatta. Barchamizga ma'lum, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar kun sayin rivojlanib boryapti. Ko'plab blogerlar barchamiz taniydigan ba'zida o'zini ijtimoiy tarmog'ini rivojlantirish uchun turli gif konkurslar, nakrutkalardan foydalangan. Hozir siz ham aytib o'tdingiz, tez fursat ichida 112 ming obunachiga ega bo'lish o'zi oson emas. Shunda qanday yo'llardan foydalangansiz? Buni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz hech qanaqa gif konkurslar, giveawaylar, nakrutka yokida nima desam bo'ladi? Xalq tilida aytadigan bo'lsak, hech qanaqa reklamalar qilmaganmiz. Biz hammasi jonli obunachilar bizlarda. Bizni shu halol nima desam ekan, halol obzorimiz hamda hech nimani yolg'on gapirmasdan xalqqa manfaatli narsalarni qo'yganimiz sababli menimcha qisqa fursat ichida mana shuncha obunachiga faol obunachilarga erishdik deb o'ylayman. Xo'p, Umid aka, bugun sizga nafaqat o'zimizni qiziqtirgan, balki kuzatuvchilar tomonidan kelgan savollar bilan ham bo'lishaman. Birinchi savol, men yaqinda haydovchilik guvohnomasini oldim. Endi mashina sotib olmoqchiman. Nimalarga e'tibor berishim kerak? Juda yaxshi savol. Ekspert sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, siz yaqinda haydovchilik guvohnomasini olgan bo'lsangiz agar, hamyonbop mashina olganingiz ma'qulroq. Nimaga deganda, siz hozir hali shaharni uncha tushunmaysiz, mashina gabaritini his qilmaysiz va parkovka qilishlar, sal noqulayliklarga duch kelishingiz mumkin. Mabodo mashinani tirnab olasizmi yokida bir DTP bo'ladimi? Xalq tilida aytadigan bo'lsak, shunaqa DTP bo'ladimi? Shunaqa narsalar bo'lganda qimmat mashina olganingizda juda ham qimmatga tushib ketishingiz mumkin. Bir yil o'tgandan keyin yaxshi haydashni o'rganib, xudo xohlasa nasibda o'zingizga uveren bo'lganingizdan keyin уже o'zingiz xohlagan avtomobilni, orzuyingizdagi yaxshi avtomobilni sotib olishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, aynan Umid akamiz ekspert bo'lganlari uchun fikrlari haqiqatan ham tasdiqlangan. Aynan o'zimda ham barcha shu avtomobil bilan shug'ullanadigan tanishlarim, barchasi eski mashinadan boshla degani bilan men avtosalondan yangi mashina Onyx olib chiqqanman. Siz aytganingizdek, olib chiqqan kunim salondan chiqqanda darvozaxonadagi darvozaga tirnab, aytganingizdek juda ham katta rasxodga tushganman. To'g'ri, to'g'ri. So'z isboti bilan albatta. Pul yig'dim, Spark olishga yetadi, lekin Onyx yoki Tracker xohlayapman. Nima maslahat berasiz? Meni fikrim, eng to'g'risi pulingiz yetadigan mashinani olsangiz yaxshi. Lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Agarda sizni ishingiz, nima desam bo'ladi? Status degan narsa bor-ku bizlarda hozir. Keyin har oylik keladigan biron joydan daromadingiz bo'lsa, sizni statusingiz bo'yicha Spark yokida mana shunaqa arzon mashinalarni ko'tara olmasa agar, mayli, keyin siz yaxshiroq mashina olib, har doimgidek muddatli to'lovga yokida shu foizlarsiz yaxshi mashina olganingiz ma'qul deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savol, arzonroq yangi mashina olganim ma'qulmi yoki 7-8 yil yurgan, lekin klassi kattaroq mashina olganim ma'qulmi? Nima deb o'ylaysiz? Men bo'lsam arzonroq va yangi mashina olgan bo'lar edim. Nimaga desangiz agar, arzonroq mashina ta'mir talab bo'lmaydi. Kamida 2 yil, 3 yil hech qanaqa ta'mirlarsiz mashinani boshqarishingiz mumkin. Eski mashinani olib, xalqimizda naql bor-ku, eskini yamab, esing ketadi degan. Shunaqa degandek, eski mashinani o'ziga yarasha xarajatlari bo'ladi. Shuning uchun meni fikrim, o'zim shaxsiy fikrim, ekspert sifatida aytaman, yangi mashina olsangiz agar 3-4 yil hech qanaqa ta'mirsiz haydashingiz mumkin bo'ladi.
Demak, eng yaxshi mashina eng yangi mashina, to'g'rimi? Albatta. Va siz mingan mashina eng yaxshisi. Aha, tushunarli. Xo'p, bugun mana ko'chalarimizda juda ham ko'p elektromobillarga ko'zimiz tushadi. Elektromobillar haqida fikringiz qanday? Elektromobil odam sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan fikrlar juda ham ko'p yuribdi. Shu qanaqa fikrdasiz siz bu borada? Elektromobillar zamonaviy, ekologik va toza foydalanish uchun xavfsiz transport vositasi deb bilaman. Nimaga deganda hozir o'sha zamon talabi elektromobillar nimaga deganda qarang, mana telefonim. Hozir telefon ishlatyapmiz. Smart soatlar, quloqchinlar, planshetlar, sizda notebook qo'lingizda turibdi. Hammasi o'sha elektronika bo'lganda, bu elektromobil ham zamon talabi. Siz yoqilg'idan tejab, o'sha elektromobil haydagan vaqtingiz davomida yoqilg'idan tejab, qolgan pulga oilaviy biron xil sayohatga borishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Demak, inson salomatligi uchun zararli Inson degani salomatligi tasdiqlanmagan. uchun hech qanaqa zarari tasdiqlanmagan. Xo'p, deylik, tasavvur qiling, men mashina olmoqchiman va hech qanday mashina olish bo'yicha, mashina haydash bo'yicha ko'nikmalarga ega emasman. Borganimda mashina sotib olayotganda eng birinchi qanday jihatlarga e'tibor qaratishim kerak bo'ladi? Juda to'g'ri savol bo'ldi bu. Hozir mashina olganingizda eng birinchi hozirgi Samarqand yokida O'zbekiston bozorida dolzarb muammolardan biri birinchi navbatda kraskasiga e'tibor berish kerak. Kraskasini tekshirib, keyin motor qismini tekshirish kerak. Avtomat korobka bo'lsa agar, eng yaxshisi avtomat korobkasini ham tekshirsa yaxshi. Keyin esa yurgan masofasini, bosib o'tgan masofasini, kilometr deydi-ku, o'sha bosib o'tgan masofasini tekshirib olgan yaxshi. Kompyuter diagnostika qilsangiz juda ham to'g'ri bo'ladi. Demak, aynan mana shunday tekshiruv ishlarini amalga oshirsa, mashinaning xususiyatlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi, Xuddi to'g'rimi? shunday. Ana shunaqa hamma narsani qilgandan keyin o'sha mashinani olsangiz agar, u mashina ustangizni, boyna ekspertlarni kelib chiqqan javoblardan keyin o'sha o'zingizni xulosangizni qilasiz. Bir kun, 2 kun shoshmasdan yaxshi mashina olganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Demak, tekshirib, Shoshmasdan olgan yaxshi. Aha. Keyingi savolimiz kuzatuvchilar tomonidan kelgan. Tasavvur qilaylik, 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashina, lekin mana bugungi kungacha probegi kam, ya'ni kam yurgan. Faqat ishga borib kelgan bo'lishi mumkin. Yana bitta variant mashinamiz bor, yili yangiroq, birinchi mashinamizga nisbatan yili yangiroq, lekin probegi ko'p, balki viloyatlar aro yurganmi. Shunda qaysi mashinani tanlagan afzalroq deb bilasiz? Probegi kaminimi yoki yili yangisinimi? Faqat probegga qarab baho bermang. Nimaga deganda hozirda probegni sun'iy orqaga qaytarish juda rivojlanib ketgan. Endi iloji boricha mashinani texnik holatiga qarab baho berish kerak. Shunda mashinani olib borasiz, kompyuter diagnostika qildirasiz, probegini ham tekshirasiz. Hozirda shunaqa narsalar chiqib ketganki, даже o'sha probegini tekshirganingizda даже miyasidagi chip bo'ladi-ku, o'sha chipini ham o'zgartiryapti-da. Shunda nima qilsak bo'ladi desangiz agar, o'sha yaxshi kompyuterni diagnostikaga olib borib, mashinani, motorini, korobkasini, kuzov holatidan probegini ham keltirib chiqaradi ular. Avtomobilni bozordan olgan yaxshimi yoki o'zini egasidan olgan yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Agar imkon bo'lsa, bevosita egasidan olgan yaxshi. Nimaga deganda, siz avtomobil tarixi bilan sotib olasiz. Egasi aytadi, mana shunaqa vaqt olganman, mana shu vaqtda moyni almashtirganman. Oddiy misol aytaman-da, mana shu vaqt boshqa texnik ko'riklardan o'tkazganman deb sizga polniy tarixini aytib beradi. Siz уже tushunchangiz bo'ladi, что mashina mana shunaqa narsa bo'lgan, keyinchalik mana bunaqa xarajatlar уже kelib turibdi. Agar siz bozordan olsangiz agar, o'rtada nima deydi, xalq tilida aytadigan bo'lsak, moshin jalloblar deydi, endi vositachilar bo'ladi. Siz qo'shimcha to'lov vositachilarga ham to'lagan bo'lasiz. Va ular o'zi u mashinadan foydalanmaganligi uchun hamma xususiyatlarini to'g'ri chiqarib bermaydi. Sizga aytolmaydi. Shuning uchun uni qo'shimcha o'zini haqqi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi, sotish jarayonida? Vositachilik haqqi bo'ladi. Hozirgi kunda masalan juda ham ko'p joylarda o'rtadagi insonlarni foiz stavkalari bo'ladi. Aynan mashinalarni ham shu bozorda sotib berish stavkalari ham bormi masalan? Men o'zini egasidan olaman, istetonda. Tasavvur qilamiz, men o'sha mashinani egasidan olaman va men o'rtadagi inson sifatida, sotib beruvchi sifatida olsam necha foizni men qo'lga kiritishim mumkin? Shunaqa stavka bormi bugungi kunda? Endi bu to'g'risini aytsam agar, sizni bevosita kelishuvingizga bog'liq-da. Siz, например, oddiy misol olib qarasak agar siz birovni yollasangiz, o'rtada yollanma shu olib beradigan odam bo'lsa, birinchi kelishib olasizlar, что menga mana shunaqa Spark
olib berishingiz kerak. Mana shuncha yurgan bo'lsin, mana shunaqa yili bo'lsin. Men sizga mana shuncha to'lashga roziman deysiz. $100 endi qancha bo'lsa ham to'lovni aytasiz, u odam sizga borib tekshirib, chiroyli qilib olib beradi. Demak, siz aytgandek tushuncha yo'q. Mana shuncha mashinani oldik, mana shuncha foiz berilgan. Stavkalar yo'q demak. U menimcha ko'chmas mulkda shunaqa bo'lsa kerak. Avtomobil sohasida unaqa narsa yo'q. Mashina sotib olishda uchraydigan eng ko'p xatolarga bir 3 tasini misol keltiring. Ko'pchilik mashinani tashqi ko'rinishiga aldanib qoladi. Ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsa agar qo'shimcha jihozlar, navorotlar degan narsalar bo'ladi. Shu diskalari chiroyli bo'lsa, qimmat magnitola, akustikalar terilgan bo'lsa agar o'sha narsaga aldanib qoladida, mashinani hech qanaqa tekshiruvlarsiz sotib oladi. Men maslahat berardimki, birinchi texnik holatini tekshirib olgan yaxshi. Har doim ustaga ko'rsatib bir kun emas, ertaga olsangiz bo'ladi shu, shoshilmasdan. Shu o'rinda aytib o'tib ketmoqchiman. Masalan, juda ham ko'p o'zimiz ham guvoh bo'lamiz. Ba'zida shu mashina oldi sotish bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Eskiroq mashina bo'lsa ham nimagadir unga paketlar qilib, xuddi yangiday qilib, haqiqatan ham masalan, avtomobil sotib olishga borgan insonlar shu narsaga ishonadimi? Ya'ni shu paketi bor, shu mashina yangi deb o'ylaydimi? Endi nima beradi aynan shu eski mashinaga paket taqib qo'yish? Qanaqa natija ko'rsatadi? Yana o'sha gapda bir naqllarimizga qaytamiz. Aytadi-ku, otangni yoki onangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi. Endi menimcha ular ham shunaqa pardoz andoz qilib, bir chiroyli qilib bozorga olib chiqib, endi buni bir tarafdan plyus tarafi nimada? Siz mashina olmoqchisiz, lekin pulingiz ko'p emas, pulingiz sal kamroq. Lekin uni otajoningizga yoki onajoningizga sovg'a qilgisi keladi. Bo'ynagi eski mashinani chexollari bilan olib borganingiz yaxshimi yokida pulingizga yarasha bo'lsa ham bo'ynagi salafanlar qilingan, tayyor chiroyli mashinani olib borsangiz qanaqa? Menimcha demak, men o'ylagan fikrim xato. Demak, paket qilib yangi deb aldab sotishmaydi, to'g'rimi? Yo'q. U yerda probegi bo'ladi, u yerda yili bo'ladi, texpasport bo'ladi, bo'ynagi mashina haqidagi ma'lumotlar hammasi bo'ladi. Faqat chiroyli qilgan, xalq tilida aytadigan bo'lsak, marafet bo'ladi bu narsa. Yana bir savol, bu kuzatuvchilar tomonidan kelgan. Menimcha ayollar uchun ham bu juda ham qiziq bo'lsa kerak. Qaysi rangdagi mashina keyinchalik tezroq sotiladi? Avval yaxshi savol bo'ldi. Avval faqat oq rang edi. Hozirda oq va qora rangni olsalar agar, bemalol mashinani hech qanaqa qiyinchiliklarsiz sotishlari juda ham oson bo'ladi. Oq va qora ranglarga talab hozirda juda kuchli. Xo'p, savolingiz ichida yana savol kelib chiqyapti. Qora rangdagi avtomobillarning qanday minus tomonlari bor? Nima deb o'ylaysiz? Qora rangdagi avtomobillar minus tomoni juda minus deb ham bo'lmaydi-yu, lekin qarang, u narsaga uhod juda ko'p kerak. Endi orada ruscha qo'shilib ketyapti, menimcha to'g'ri tushunishsa kerak. Juda ham ko'p mashinaga mehr berish kerak. Mana xalq tilida aytadigan bo'lsak, mehr berish kerak. Oddiy latta bilan mashinani yuvib bo'lmaydi. Uning uchun отдельно, alohida o'zining lattasi bor. Mikrofibra degan latta. O'sha lattada mashinani yuvsa agar, gologramma, ya'ni nima deydi, o'rgimchak simon xonachalar bo'lib qolmaydi qora rangda. Kuzovida, ya'ni to'g'ri. Kuzovida ana shunaqa narsa bo'lmaydi. O'zini bo'ynagi shampunlari, uxodlari bo'ladi. Qorani отдельно. Mana siz ham, например, o'zingizga qarash uchun o'zingizni shampunlaringiz, uxodlaringiz bor. Mashinada ham xuddi shunaqa. Oqqa qaraganda ko'proq vaqt talab qiladi. Oqqa qaraganda ko'proq mehr talab qiladi. Tushunarli. Xo'p, bugungi kunda qaysi mashinaga ehtiyot qismlar arzon? Hozirgi kunda mahalliy mashinalarga ehtiyot qismlari arzon. Spark, Cobalt, Nexia, Lacetti, Damas avtomobillarining ehtiyot qismlari bizlarda arzon. Nimaga deganda juda ham ko'p uchraydigan avtomobillar ko'p odamlar sotib oladi. Shuning uchun magazinlarda u narsa juda ham ko'p. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz sotib olishingiz mumkin. Narxi ham arzon bo'ladi. Mashina qanchalik noyob bo'lsa agar, ehtiyot qismlari ham shunchalik qimmatlashib ketaveradi. Qimmatlashib boradi. Tushunarli. Xo'p, endi siz bilan kuzatuvchilar tomonidan kelgan savollarni blitz tarzda olib boramiz. Sizga savol beraman. Bir yoki ikki og'iz so'z bilan javob berib ketaverasiz. Xo'p. Elektromobilmi yoki benzinda yuradigan mashinami? Elektromobil. Tushuntirib o'tish shart emasmi? Mayli, tushuncha ber. Aynan bu masalada ko'p insonlarning tushunchasi yo'qligi uchun tushuntirish o'tib berish talab qilinadi. Elektromobil shaharda yuradigan insonlar uchun juda ham yaxshi deb o'ylayman. Nimaga deganda shaharda
juda tejamkor mashina bo'ladi. Agar ishxonangizda yoki uyingizda quvvatlash imkoniyati bo'lsa agar elektromobil olganingiz yaxshi. Agar siz boyna aytganingizdek viloyatlar aro qatnaydigan bo'lsangiz agar benzin yokida gibrid avtomashinasini olsangiz unda ham yaxshi. Tushunarli. Mashina narxi qachon arzon bo'ladi? Bozor doim o'zgarib turadi. Asosan mashina narxi yilning oxirida borib arzonlashadi. Nimaga desangiz agar yangi modifikatsiya, yangi modellar chiqsa agar mashina narxi shunga nisbatan o'sha arzonlashib boradi. Sizningcha mashina boylik belgisimi? Kuzatuvchilarimizdan kelgan savol. Menimcha yo'q. Nimaga? Mashina bu avvalo qulaylik va transport vositasi. Uni imkoniyatga qarab sotib olish kerak. Eng muhimi oilaviy budjetni qiynamaydigan mashinani olgan ma'qul. Tushunarli. Avtomobil sotib olayotganda odamlarga sizning eng muhim maslahatingiz nima? Hech qachon hissiyotga qarab qaror qabul qilmang. Mashina yoqib qolgan bo'lsa ham 1-2 kun shoshmasdan, boya yuqorida aytib o'tganimizdek 1-2 kun shoshmasdan yaxshi ustangizga olib borib, hamma joyini tekshirib, keyin olsangiz agar u mashina sizga xizmat qiladi, siz mashinaga emas. Arzon mashina qimmatga tushishi mumkinmi? Juda yaxshi savol. Albatta. Ba'zida arzon olgan mashinangiz juda ham qimmatga tushishi mumkin. Sabab? Sababi uni texnik holatiga qaramasdan shoshilib olsangiz agar mashinadan ko'proq olgan pulingizdan ko'proq xarajat qilishingiz mumkin. Shuning uchun hamma vaqt tekshirib olgan afzal. Tushunarli. Mashina tanlashda eng muhim bo'lgan 3 ta narsani keltirib o'ting. Birinchisi texnik holati. Yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchisi texnik holati, ikkinchisi hujjatlari va uchinchisi kelajakda sotib olishingiz. O'sha narsani sotib olgandan keyin sota olishingiz. Mana shu 3 ta omil bo'lsa, tanlovingiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, shu yerda sizga savol. Aynan o'zingizni ish faoliyatingiz davomida avtomobil oldi sotisi bilan bog'liq hujjatlarda qandaydir noqonuniylik yoki xatolar kelib chiqqan holat bo'lganmi? Juda ham yaxshi va dolzarb savollardan birini berdingiz. Nimaga deganda, hozirda avtomobil olganda odamlar pulidan tejab qolay deb generalniy dovernis qiladi. U narsani minus tarafi shundaki, generalniy dovernis qilgandan keyin mabodo, xudo ko'rsatmasin, o'sha odam xotin bo'lsa agar, xotini bilan ajrashib qolganda, o'sha sizdagi mulk, ya'ni avtotransport vositasi xotinni o'rtasidagi mulk bo'ladi. 50% u kishiga, 50% xotiniga, 50% eriga o'tib qoladi. Keyin siz borib xotinni rozi qilishingiz kerak. Xotin rozi bo'lmasa agar, boynagi avtomobilingizni sotib, yarim pulini unga berishingiz kerak. Minus taraflari shundan iborat. Yoki avtotransport vositasini egasi sizga generalniy bergan odam olamdan o'tib qolsa agar yoki turmush o'rtog'i o'sha odam olamdan o'tib qolgan taqdirda, sizga juda qiyinchiliklar ko'payadi. Keyin oila a'zolarini har birini rozilik xatini olish kerak bo'ladi. Ularni birontasi boshqa davlatda bo'lib qolsa agar, ularga ham o'sha davlat konsul orqali boynagi notariusga borib, qo'shimcha xarajatlar, qo'shimcha vaqt. Ular hali rozilik beradimi degan savol ham turibdi. Mana shu savol ham juda yaxshi savolda. Shuning uchun iloji boricha mashina olishda aformit qilib olishsa yaxshi. Generalniy nima afzallik tarafi bor? Siz vaqtinchalik 2-3 oyga mashina olishingiz kerak. Keyinchalik pulingiz bo'lgandan keyin yaxshiroq mashina olasiz. Shunda generalniy qilsangiz agar 2-3 oyga sizga manfaatli bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol, sizningcha eng foydali mashina qaysi? Eng foydali mashina sizni servisdan ko'proq manzilingizni eltadigan mashina bo'ladi. Qisqa va juda ham mazmunli javob bo'ldi. Mashina olganda odam nimaga pul to'laydi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat temirga emas, ishonchlilik, xavfsizlik, qulaylik va o'zini ketgan vaqtiga to'laydi. Elektromobillar kelajakmi? Menimcha ha. Xo'p, Umid aka zerikib qolmadingiz degan umiddaman. Savollarimiz juda ham qiziqarli. Juda qiziqarli savollar. Savollarga hozir javobligingizdan, sohani juda ham chuqur tushunib yetganingizdan meni o'zimda ham shaxsiy savol tug'ildi. O'zi bu avtomobillar sohasida necha yildan beri faoliyat ko'rsatasiz? Necha yildan beri borsiz o'zi? 15 yildan ortiq shu sohadaman. Kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
Kirib kelishimiz, mana ayollar, misol siz yoshligingizda qo'g'irchoqqa qiziqqansiz. Albatta. Erkaklar albatta mashinaga qiziqadi. Yoshligimdan mashinaga qiziqib, shu yoshligimdan keyin avtomobil sohasiga o'tib ketganman. Demak, qiziqishingizni daromad keltiradigan sohaga aylantirdingiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shunaqa desangiz ham to'g'ri. Aha. Xo'p, 15 yillik tajribaga ega ekspert desak ham bo'ladi. Ekspert sifatida bugun aynan aholiga aynan mashina olib sotib olmoqchi, sotmoqchi bo'lgan aholiga nima maslahat berardingiz? Eng o'zingizni oltin maslahatingiz deb qaysi maslahatingizni baholaysiz? Hech qachon shoshilib mashina olmang. 1 soatlik tekshiruv sizni millionlab xarajatlardan saqlab qolishi mumkin. Xo'p, Umid aka, mana bugungi kunda juda ham ko'p ko'ramiz. Odamlar avtokreditdan mayli, ko'chadan aynan shu avtomobil oldi sotish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar deymizmi, norasmiy Odamlar tashkilotlardan, deysiz. odamlardan deymizmi, Vikupga avtomobil sotib olish jarayonlari bo'lyapti. Aynan bu masalada siz qanday fikrdasiz? Birinchi savolingizga, avtokredit deganingizga mani bilishadi. 112 mingdan ortiq obunachilarimiz bor. Men biron marta avtokreditni reklama qilmaganman. Men bu narsaga avtokreditga imminni to'g'ri deb qaramayman. Nimaga deganda, foizsiz muddatli to'lovga olishsa agar, o'sha mashina, yangi mashina olmoqchi, foizsiz muddatli to'lovga olishsa agar yaxshiroq deb o'ylayman. Nimaga deganda, avtokreditga olsangiz agar, oddiy misol mashina 100 million turadigan bo'lsa, avtokreditga 200 million bo'lib ketadi. 10 yil emas, siz 20 yil ishlashingiz kerak bu mashina uchun. Vikupga mashina olsa agar, bu narsani plyus tarafi va minus tarafi hozirda Vikupga olganni, keling, plyus tarafini aytsak agar, hech qanaqa foizlar bo'lmaydi avtokreditga o'xshab. Hech qanaqa foizlari bo'lmaydi. U yerda o'zaro kelishib olasizlarda, mashinasini, napример, 10 ming mashina, 100 million mashinani siz aytasiz, 1 yilga bermoqchiman deysiz. Ular sizga aytadi, napример, 100 millioniga 1 yilga menga 10 million qo'shib berasan deydi. O'sha summani siz bo'lib to'laysiz. No, bitta minus tarafi boya aytib o'tganimizdek, mashina sizning nomingizda bo'lmaydi. Mashina o'zini boynagi egasini nomida sizga Vikupga berayotgan odamning nomida bo'ladi. U narsani ham olsa bo'ladi. Qanaqa qilib olsa bo'ladi? O'sha olayotgan vaqtida pasport seriyasini seriya qilib olib, orqasida tilxat olish kerak. Shunda mana shunaqa sotyapman mashinani, mana shunaqa muddatga, o'sha bo'layotgan vaqtda videoga olib, guvohlar bilan o'sha narsani qilsa agar to'g'riroq bo'ladi. Hissiyotga berilmasdan, mana mashina oldim, topdim, tez olaman-da, hozir uydagilar bo'lib xursand qilaman emas. Aksincha, yaxshilab hammasini hujjat bilan qilib qilsa agar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ertaga o'zi kuyib qolmaydi. Boray deb ketsa agar 1 yildan keyin 100 million to'lagandan keyin hech nima ham qila olmaydi. Nimaga deganda, qo'lida hech qanaqa Hujjat yo'q. Demak, eng ishonchli odamga ham har doim o'zini ehtiyotini qilib, Albatta. hujjatlarni qilib olish kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deydi-ku, mana shunaqa gaplarda. Xo'p, endi kuzatuvchilar tomonidan kelgan yana bir savol. Bugungi kunda avtomobil bozorida eng katta muammo nima? Avtomobil bozori juda ham issiq, konditsioner qo'yish kerak. Albatta, hozir bugungi kunda avtomobil bozorida eng katta muammolardan biri, avvallari juda ham o'sha narsaga, mashinaga borish uchun vaqt talab qilinardi. Issiq, sovuq havolarga, bozorga borib, vaqtini ketkizib, shunaqa narsalar bo'lardi. Hozirda mana biz Instagram sahifasi ochganmiz. Bu avtoblogerlar, mana men o'zim shaxsan Instagram sahifasi ochganman. Originali 3/7 degan. Bizning sahifaga obuna bo'lib, Xudo xohlasa nasib bo'lsa agar, kuzatib borsa agar, yaxshi mashinalarni o'sha uyda turgan joyidan bemalol divandami, farqi yo'q, mashinaning ichidami, ovqatlanayotganda qayerda bo'lsa ham ko'radida, mashinani bemalol bozorga borib vaqt ketkazmasdan turgan joydan yaxshi mashina olsa. Uzr gapingizni bo'ldim. Shu o'rinda bitta savol. Aynan Instagram originali 3/7 Instagram sahifangizga aynan mashina oldi sotish bilan bog'liq bitta reklama joylash bahosi qanday? Juda zo'r savol bo'ldi. Bizga reklama joylash mutlaqo tekin. Nimaga desangiz agar, biz xalqni o'ylab shu narsani qilganmiz. Shunday ham pullik reklama joylaydigan kanallar bor. Biz mutlaqo tekin qilganmiz. Xalqqa manfaatli bo'lsin. Kimnidir qo'lida puli bor hozirda, mashinani sotmoqchi, kimnidir qo'lida puli yo'q. Nimaga deganda, unga pul o'zi zarur, mashinani sotyapti. Yana undan pul olish menimcha noto'g'ri deb o'ylab, shuning uchun biz bu narsani bepul qilganmiz, xalqni o'ylab.
Demak, xalq maza qilsin. Xalq maza qilsin. To'g'ri. Aha. Demak, men o'zim o'ylayotgandimki, siz aynan daromadingiz aynan mana shu reklamalar orqali deb o'ylagandim. Lekin reklamalaringiz ham bepul bo'lsa, sizda hozirda daromad manbaingiz qayerdan? Asosiy daromadim aeroportda ishlayman. Bu oilamni ta'minlashga yetib turibdi, Xudoga shukr. Qolgan narsalar biz xalqqa manfaatli bo'lsin deb mana shu narsalarni qilganmiz. Ota-onam aytgandek, faqat duo olish kerak. Xalqning duosini olib yuribmiz. Demak, asosiy daromad manbaingiz avtomobil oldi sotish bilan bog'liq emas. Yo'q. Umid aka, aynan Instagram sahifangizga avtomobil oldi sotisi bilan bog'liq e'lonlar joylayotganda, molni sotganda aybini aytib sot degan tamoyil bor. Shu tamoyilga rioya qilib barcha ayblarni aytasizmi yoki qanday bo'ladi, yashirasizmi? Yo'q, biz hech nimani yashirmaymiz. Hamma ayblarni aytamiz. Aksincha, egalari bilan iloji boricha narxini tortishamiz. Men o'zim e'longa joylashdan oldin meni bilganlar уже bilishadi, bizni kanalga obuna bo'lganlar. Keladi, mashinani polностью ko'rib chiqaman men. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, texnический осмотр. Shunday ko'rib chiqamanda, texnik holatini ko'rib chiqqandan keyin, narxini egalari aytgandan keyin men o'sha narxi bozor narxiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Men bozor narxini ularga chiqarib beraman. Agar arzon narx aytayotgan bo'lsa, qo'yib beraman sirazu. Agar qimmat narx aytayotgan bo'lsa, narxini egalar bilan savdolashib, maksimal darajada kraskalarni so'rayman, qayerda kraskasi bor deb. Nimaga deganda, u narsani ko'rish uchun ham asbob, instrumentlar kerak. Men ko'z bilan ko'rgandan keyin mana shu narsani ko'ramanda, kraskasi mana shu yerlarda bor deyman. Siz qayerda bor deysiz, egasidan so'rayman, mana shu yerlarda bor deydi. Biz aytgandan keyin ham siz ustangizga olib borib tekshirtirib olsangiz agar maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Ruschasiga bitta maqol bor, доверяй, но проверяй deydi-ku. Shu baribir ham tekshirib olganingiz yaxshiroq. Xo'p, Umid aka, biroz mavzudan chetlashamiz, lekin aynan siz avtomobil sohasida aynan 15 yildan beri borligingiz uchun bu o'zimni qiziqtirgan savolimizdan so'rab ko'rmoqchiman. Sizga ma'lum, har yili majburiy sug'urtaga to'laymiz, aynan avtomobil uchun. Bu yil mana narxlar oshdi. Sug'urtani qanday plyus va minus tomonlari bor? Aynan O'zbekistonda o'zi sug'urta qay darajada yaxshi ishlaydi deb hisoblaysiz? Shu bo'yicha fikringizni bering. Bu narsaga o'zim shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Sug'urta bo'yicha ikki xil sug'urta bor. OSAGO va KASKO degan sug'urtalar. OSAGO bu xalq tilida aytadigan bo'lsak, qo'pol bo'lsa ham ko'z bo'yamachilik bu. Prosta pul to'laysiz, hech qanaqa to'lov ololmaysiz u yerdan. Sudlashib, vaqtingiz ko'p ketgandan keyin может быть olishingiz mumkindir. Lekin KASKO deb bor. KASKO u qimmatroq bo'ladi. O'sha baxtsiz hodisadan keyin mashina tirnab oladi, boshqa narsa bo'lgandan keyin ularni mas'ul nimalari bor, xodimlari bor, telefon qilib chaqiriladi. Birinchi gailar keladi. Kim aybdor emas, shuni aniqlashtirgandan keyin gailar keladi, protokol tuzadi, sistemasini, shu DTPni sistemasini tuzgandan keyin mashinani yetgan zarariga o'sha yerga doznavatel deydi ularni. Короче, keladida o'shalar o'sha miqdorini, nima deydi, o'ynaga zararni miqdorini o'sha kompaniya, страховой kompaniya to'lab beradi. Sug'urta nimasi kompaniyasi to'lab beradi. Bu faqat KASKOda bo'ladi. OSAGOda men hali biron marta ko'rmadim kimdir pul olganini. Javobingiz uchun avvalambor podkastimizga shunchalik band inson bo'lganingizga qaramasdan tashrif buyurib, kuzatuvchilarimizni va bizning savollarimizga xolis javob berganingiz uchun kattakon rahmat. Taklif uchun sizlarga ham katta rahmat. Biz hamma vaqt xalqning xizmatidamiz. Iloji boricha manfaatli kontentlarni olib borishga harakat qilamiz. Bizni kanalga va sizni kanalga obuna bo'lib kuzatishsalar agar, bundan ham foydali ma'lumotlarni biz berib borishda xalq uchun davom etamiz. Azizlar, soha juda ham chuqur, savollar ko'p, savollardan ham chuqur mazmundagi javoblar ko'p bo'lyapti. O'ylaymizki, zerikib qolmadingiz. Loyihamizni qo'llab-quvvatlash uchun bizga like bosib, videoni yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang.